Dahshat ekan. Eng asosiysi 10,5 sotixdan iborat ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachalarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga eng yaxshilarini ilinishga harakat qilib boraveramiz. Farg'ona shahrining ichida ham shunaqangi salqin, kattagina hovlilar ham bor ekan. Ekranga quruvchi akalarimiz, investor akalarimiz va ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lib yurgan biznesmen akalarni taklif qilaman. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Manzil qattadagi insonlarga manzil Farg'ona shahar Jo'dam hududi, Sovurbloqda 6-oilaviy poliklinika yaqinida, Omad baliqxonasining shundoqqina oldida 31-maktab ham yaqin joyda ekan, katta yo'lda bo'yida joylashgan. 10-40, 10,5 sotixdan iborat 4 xona uy bor, plus oshxonasi, sanuzeli alohida, uyimiz remontlari zo'r holatda, gaz suv svetdan muammo yo'q. Shu joyda sizlar bilan birgalikda obzorini ko'rib chiqamiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'ling, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Uyimiz narxi 150 ming dollar baho so'ralyapti. Oz-moz kelishiladigan joyi bor. Hujjatlari mana ko'rishlaringiz mumkin, qo'limda turibdi. Notariusga tayyor. Ketdik sizlar bilan birgalikda uyga chiroyli sayohat qilamiz. Ungacha siz ko'kchoyda damlab olib, ekranga yaqinroq o'tirib oling, shoshilmang. Men sizga uyni batafsil o'tdi-do ipidan iynasigacha tushuntirishga harakat qilaman. Hozir do'stlar biz hovlimizning ichidamiz, sababi tashqari shovqinligi uchun hovlining ichida obzorimizni boshlab oldik. Hozir tashqariga chiqamiz, tashqari hududni ko'rsatib, keyin ichkariga kiramiz. Undan tashqari uyimiz oldida 1,5 sotixlik joyi ham bor. Hali ko'pchilik aytadi-ku, joy olsang deydi, mashinaga parkovkaga joyi ham bo'lsin deydi. Mana mashinaga parkovkaga joy. Qalay, sizga yoqyaptimi? Shundoqqina chiqsangiz katta yo'lda bo'yi-ku, juda ham fayzi, juda ham zo'r joyda joylashgan. Eng asosiysi uyimiz oldida mana bunaqangi doimo oqib turadigan arig'imiz ham bor. Qarang, yoqyaptimi? Endi qarang, bu tomondan Jasmin baliqxonasi, Omad baliqxonasi, bu tomonga yurib svetoforga chiqadigan bo'lsangiz, 31-maktabga ham chiqsangiz bo'ladi, Farg'onadan kelasiz. Farg'ona Kirgili yo'li. Bu tomonga yurib chiqadigan bo'lsangiz, Kirgili zavodga chiqib ketsangiz bo'ladi. Ushbu to'g'rida turgan joy do'stlar, ushbu joydan boshlanadi. Uyimiz oldida mana ko'rishlaringiz mumkin, yemxona ham bor. Endi qarang, chetdan boshlasa, 1,5 sotixlik kattagina kengina plashatkasi bor. Bemalol bu joyda olib, siz o'sha bu joyga biznesingizni qiladigan bo'lsangiz, xohlasangiz parkovka, xohlasangiz oshxona, choyxona, xullas kalom hamma narsaga tayyor keladigan ushbu joy. Uyimizni fasad o'shatdan boshlanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kattaligi, kengligiga e'tibor berib qo'ying. Xo'p, endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda bizni darvozaxona kutib turibdi do'stlar. Xo'p, darvozaxonaga keladigan bo'lsak, asosiy uylarimiz mana ko'rishingiz mumkin, chap qo'l tomonga qurilgan, tashqi fasadlar bitgan do'stlar. Eng asosiysi do'stlarim, ko'rishlaringiz mumkin, bu tomonga gabraza qilib qilingan. Bu tomonda kattagina sahnamiz bor. Endi bemalol bu joydan ham foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, endi qarang do'stlar, uyimiz to'rt burchak, chorsi joy. Oladigan odam o'ziga xohlasa kotej, xohlasa high-tech qursa bo'ladi. Xohlagan ishingizni qilsangiz bo'ladi. Sababi bu joydan foydalanib olish kerak. Chunki gazi, suvi, svetidan muammosi yo'q. Endi hovlimizni orqa tomoniga o'tamiz. U tomondan uyimizga bitta xod bor ekan, bu tomondan bitta xod bor ekan, bu yonidan bitta xod. Eshik romlari Aqua Plus. Bunga keyin kiramiz. Ungacha sizga men hovlini ko'rsatishga harakat qilaman. Qarang, hovlimiz ham tomorqasi juda ham katta va juda ham keng. Kotejchi akalar, sizlarga bir narsani aytib o'tay, bu joyga bemalol 3 ta kotej qurib yuborsangiz bo'laveradi. Balkim 4 ta qurarsiz. Endi buni o'zingizning himmatingiz. Ko'ring, yoqadigan bo'lsa, pastga joy egalari telefon raqamlarini qo'yib qo'yyapman. Bog'laning, gaplashing, savdolashing va ushbu xonadonda bitta qo'ldan xarid qilishingiz mumkin. Hech qanaqangi o'rtakash, dallol, makler siz do'stlarim. Obunachilarim, endi sizlarga bir narsani ko'rsataman. Bu tomonda bitta tashqi hojatxonasi, mana agarodka deymizmi, tomorqaga deymizmi, necha baho qo'ygan bo'lardilaring. Chunki daraxtlar, mevali daraxtlarda har xil turdagisi bor. Operatorim sizga aylantirib ko'rsatyapti. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqangi ko'si yo'q do'stlar. To'rt burchak, chorsi joy. Juda ham chiroyli, juda ham fayzi. Endi Farg'ona shaharida ichidan siz shunaqangi salqin, shunaqangi kattagina hovli joy topgan bo'larmidingiz do'stlar? Bunga ham e'tibor bering va izohlarda o'z fikringizni yozib ketishni unutmang. Juda ham ko'p insonlar mendan aytishadi, Sergap Azizbek, hovlilar qimmat deydi. Endi bu joy do'stlar yashashga ham zo'r, biznesga ham zo'r. Endi uylarda batafsil xonalarni tushuntiraman. Ungacha sizga bir narsani ko'rsatib o'tay. Bu tomonda bitta mana ko'rishingiz mumkin, sanuzel qismi bor. Buni shu yerdan ko'rsatib qo'yaverasiz. Xo'p, sanuzel qismi bor. Men hozir video boshida bu tomonda o'tirgan bo'lsam, suvni bitta ochib ko'rsatamiz. Suvni ham naporiga bitta e'tibor bering. Aytib o'tganimdek, suvdan, svetidan, xo'p, gazidan muammosi yo'q. Endi do'stlar, bir narsaga e'tibor bering. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng asosiysi shunaqangi katta joy qidirayotgan do'stimizga, tanishimizga ushbu videoni ulashib qo'ying. Sababi, ushbu videoni ulashib qo'ysangiz kengroq insonlarga tarqaladi va eng asosiysi tezroq sotiladi. Sizni ham kimgadir foydangiz tekkan bo'ladi. Ichkariga kiramiz. Ichkaridagi xonalarda ham chiroyli qilib sizlar bilan birgalikda obzorini ko'zdan kechiramiz. Qani ketdik.
Xo'p, hurmatli obunachalarim, endi uyga chiroyli sayohat qilaylik. Eshik romlarimiz aytib o'tganimdek, Akfa Plus qilingan. Keling, operator bu tomonga kirasiz va xonalarda ketma-ketligini ko'zdan kechiramiz. Qarang do'stlar, bir narsaga e'tibor berib qo'yishni so'rab qolardim. Bu tomondan ham mana xotimiz bor. Uni oldida, ming bor uzr, eshik yopilib qoldi. Qattiqroq, uni oldida uyimizning eng shirin joyi oshxona. Uyimiz jihozsiz sotiladi. Bunga ham e'tibor berib qo'yishni so'rab qolardim. Oshxona orqali bu tomonga xonaga kiramiz. Xonamiz bu tomonda joylashgan. Bu endi oilaviy zona do'stlar. Xonani ko'rishlaringiz mumkin. Katta-katta, keng, eng asosiysi remontlari yaxshi. Xo'p, keyingi xonamiz bu uyimizning kattalar yotoqxonasi. Ko'rishlaringiz mumkin, holati yaxshi. Shundoqqina derazasi ko'chaga qarab turibdi. Xo'p, bu tomonda tushuntirdik. Uyimiz labirint ekan do'stlar, ag'dan kirib, bag'dan chiqib ketsangiz bo'laveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, koridorga biz yana qaytib chiqdik, chunki bu tomonda yana xonalar bor do'stlar. Bu tomonda yana bitta xonasi, bu xona ham keyingi ikkinchi kattalar yotoqxonasi. Svet o'chib qolibdi, shuning uchun do'stlar noto'g'ri tushunmaysizlar, lekin qo'ldan kelgancha operator sizga yoritib, ko'rsatib berishga harakat qilyapti. Xo'p, keyingi xona bu tomonda joylashgan. Bu uyimizning eng chiroyli joylaridan bittasi mehmonxona qismi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mehmonxonamiz ham kattaligi, kengligi juda ham yaxshi holatda. Barchamizga shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Havas qilganlar izohlarda inshaalloh so'zini yozib ketishni unutmang. Endi juda ham ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, bu nimada? Bu xuddi hozirgi mana ko'rishingiz mumkin, operator ko'rsatib qo'yasiz. Darvozaxonadan kirish qismi, bu yerdan ham bitta alohida xud bor ekan do'stlar. Eng asosiysi uy zo'r, lokatsiyasi zo'r. Tashqariga chiqamiz, narxlarini aytamiz, hududni ko'rsatamiz, keyin sizlar bilan xayrlashamiz. Xo'p do'stlarim, sizlarga uyni qo'ldan kelganicha ko'rsatdik. Xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang va eng asosiysi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, sababi bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Menga mana shu joy yoqdi, sababi yozda anomal issig'ida bu joy sizni joningizga oro kiradi. Shohmardon va Adalpadarga borib o'tirishingiz shart emas, sababi shunaqangi daraxtlarda tagida joylashgan. Endi manzillarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilaman. Farg'ona shahar, Jo'dam Sovurbuloqda Omad baliqxonasi, 6-oilaviy poliklinika, 31-maktab yaqinida, katta yo'lda bo'yida 10-40, 10,5 sotiq to'rxona uy bor, plus oshxonasi, sanuzeli alohida bo'lgan ushbu fayzli hovli uyimiz sotuvga chiqyapti do'stlar. Gaz bor, suv bor, svet bor, katta yo'lda bo'yida joylashgan, biznesga zo'r joy. Xohlasangiz ishlab chiqarish, xohlasangiz kottejlar qurib olsangiz bo'ladi. Kottej shakllarimiz ushbu video sizlar uchun. Ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'laning va ushbu xonadonda bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Hujjatlari joyidami degan insonlarga mana hujjatlari joyida, bemalol pulini notariusda sanab bersalaring bo'laveradi. Doimgidek Farg'ona shahridan serga uning jamoasi bo'ldi. Xato, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqangi joy yoqtirayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoda maksimal darajada jo'natib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz YouTube'da, Instagram, Telegram, Facebook, TikTokda kuzatib borishlaringiz mumkin. Shunchaki lotin harfda asl uy-joy savdo yozsalaring bo'lgani. Qo'llab-quvvatlaymiz, like'larni bosamiz va eng asosiysi bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videogacha xayr, hurmatli obunachilarim, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.